Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana alhamdulillah navbatdagi darsimizni ham boshlab oldik. Inshaalloh bugungi darsimizda Cascade nima, ya'ni CSS dagi Cascading Style Sheet'dagi Cascade nima ekanligi haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Xo'p, Cascade o'zbek tiliga tarjima qilganimizda sharshara ma'nosini beradi. Sharsharani bizning stylimizga, ya'ni veb-saytlarni style qilishimizga nima aloqasi bor? Esingizda bo'lsa, veb-sayt nima mavzusida aytib o'tgandim. Bizning kompyuterlarimiz yoki telefonlarimiz internet orqali ma'lum bir so'rovlarni kiritganda u ma'lum bir serverlarga boradida, u yerdagi serverlardan bizning qurilmalarimizga odatda 3 ta fayl keladi: HTML, CSS, JavaScript. Bizning telefonimiz yoki kompyuterimizdagi brauzerlarimiz mana shu 3 ta faylni birlashtirgan holatdagi yakuniy veb-saytni bizga ko'rsatib beradi. Aslida bunga style berishimiz, ya'ni uslub berishimiz, bularning barchasi qanday holatda ro'y beradi? Buni batafsil hozir mana shu bugungi darsimizda yana ham chuqurroq qilib tushuntirib o'taman. Xo'p, ana endi Cascade styling bu nima? Cascade bu sharshara, suvning tepadan pastga qarab oqishi. Xuddi ana shu brauzerlarimiz bizning veb-saytlarimizga berilgan uslublarni tepadan pastga qarab ma'lum bir qonun qoidalarga ko'ra uni o'qiydi va bizga yakuniy veb-saytni chiqarib beradi. Odatda bizda veb-saytlarni stillashtirishimizda, ya'ni ularga uslub berishimizning 4 xil qoidasi bor. Birinchisi position, ikkinchisi specificity deyiladi, uchinchisi type, to'rtinchisi importance. Bularni har birini hozir tarjimasi bilan nima ekanligi haqida batafsil tushuntirib o'taman. Buni tushuntirishdan oldin bir narsani sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p, kelinglar bugungi mavzuni yana ham yaxshiroq tushunishlaringiz uchun men quyidagi misol bilan keltirsam. Birinchisiga qizil, ikkinchisiga sariq, uchinchisiga yashil. Esingizda bo'lsa, bizning svetofor mavzuyimizda, proyektimizda xuddi mana shunday qilib boshlagan edik. Xo'p, svetoforning ranglaridan biz foydalanyapmiz. Ana endi biz bunga uslub berishimiz kerak. Qanday qilib uslub beramiz? Biz CSS faylimizga kiramizda, biz bunga list item tagi, mana li tagi orqali biz bularga misol uchun qizil rang beraylik hammasiga. Bularning hammasiga qizil rang berildi. Li, mana list item tag orqali uslub berganimizda bularning hammasiga qizil rang berildi. Endi biz bularning hammasiga qizil rang berishni xohlamaymizda. Misol uchun ikkinchisiga misol uchun ID qo'yamizda va bunga biz sariq degan ID nomini beramiz. ID butun bir HTML faylda faqatgina bitta elementga bittagina nom beriladi, bittagina ID beriladi xolos. Ya'ni bu ID nomi boshqa elementlarda, boshqa misol uchun boshqa elementlar, boshqa taglarda takrorlanmasligi kerak. Bu butun veb-sayt bo'yicha yagona bo'lishi kerak. Xo'p, endi biz bunga class nom beramiz. Class nomida misol uchun list item degan class nom beramiz va unga qo'shimcha yana ikkinchi degan class nom ham berdik. O'rtada joy tashab turib yana bitta nom yozsak, bu qo'shimcha class nomi berilgan bo'lardi. Buni oldingi mavzularimda tushuntirib o'tgandim. Endi bunga misol uchun attribut beramiz. Ya'ni bunga draggable degan attributni beramizda. Buni misol uchun true qilamiz, ya'ni to'g'ri. Ya'ni buni mana bunday qilib ko'chirib drag qilsa bo'ladigan bo'ladi. Bu qizillarda bo'lmaydi mana. Faqatgina mana shu sariq, ya'ni draggable attribut berilgan attributdagina bo'ladi xolos. Ana endi biz bu yerda bunga uslub beramiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek hammasiga qizil berildi. Endi biz ikkinchi degan class nomidagi list itemga, xo'p, endi biz bunga colorni yellow beramiz, ya'ni sariq beramiz. Sariq bersak, bu o'z-o'zidan sariqqa o'zgardi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek sariqqa o'zgardi.
ana endi pastidan misol uchun id bergandik, unga sariq degan id bergandik. Sariq degan id ga biz qo'qqisdan adashdikda, biz bunga ko'm-ko'k rangni berib qo'ydik. Xo'p, ana endi bu sariq degan id nomidagi, mana bizda ikkinchi list item sariq degan id berilgan, u ko'k rangga o'zgarib qoldi. Ana endi savol tug'iladi. Bu qaysi qonunga ko'ra bunday o'zgaryapti? Nima uchun hammasi qizil bo'lib qolmayapti yoki nima uchun hammasi sariq bo'lib qolmayapti? Nima uchun bu tag nomi bilan bergan dizaynimizni bu klass nomi bilan bergan stilimiz yengib qo'yyapti yoki klass nomi bilan bergan stilimizni nima uchun id nomi bilan bergan stilimiz yengib qo'yyapti? Bugun mana shuni tartibi haqida, qonun qoidasi haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Xo'p, sizlarga aytganimdek 4 xil usuli bor. Ularning birinchisi position, keyingisi specificity deyiladi. Keyingisi type, turiga ko'ra, va keyingisi importance, muhimligiga ko'ra. Xo'p, mana shu 4 ta usuli bor. Bu 4 ta usul mana shu sharsharani bizga anglatadi. Ya'ni bu stillashtirishimizning 4 uslubi. Bilsangiz, sharsharada suv tepadan pastga qarab oqadi va nechta etaj bo'lishidan, nechta qavat bo'lishidan qat'iy nazar, urilib oxirdagi eng muhim, ya'ni suv tushadigan eng muhim qavat, eng pastdagi qavatga to'planadi. Mana shunga o'xshab dizaynlashtirilgani uchun brauzerlar xuddi mana shu uslubda ko'rganligi uchun bu cascading style sheet deyiladi. Ya'ni stil tepadan pastga qarab eng muhimi doimo eng pastki qavatdagi birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun tepadan pastga qarab eng muhimini tanlab oladi. Xo'p, ana endi positionning ichiga nimalar kiradi? Positionning ichiga men sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, bu yerda ko'rib turganingizdek, hammasi li bilan berilgan. List item bilan berilgan. Xo'p, li list item, bularni hammasiga colorni qizil beramiz. Red, qizil beramiz. Qizil bersak, bularning hammasi qizil bo'ldi. Ana endi buni yana bitta pastga beramizda, bunga green beramiz, ya'ni yashil. Bu yashilga o'zgardi. Endi yana bitta pastga tushamizda, bu yana qizilga o'zgardi. Yoki bo'lmasam bunga endi yellow deb beramiz. Bu sariqqa o'zgardi. Yoki bo'lmasam blue violetni beramiz. Bu binafsha rangning, ko'kimtir binafsha rangga o'zgardi. Bu position turidagi sharsharaning tepadan pastga qarab oqishiga yana bir misol. Chunki bu yerda ko'rib turganingizdek, bu brauzer birinchi o'rinda hammasini qizilga beradi, pastga tushadi. Pastga tushsa, list itemga hammasiga yana yashil berilgan. Endi bu hammasini yashil rangga beradi. Yana pastga tushadi. Pastdagi dizaynni, ya'ni stilni ko'radigan bo'lsa, bu blue violet berilgan. Endi hammasini blue violet beradi. Bu yerda nechta bo'lishidan qat'iy nazar, har bittasiga tushib eng oxiridagi mana shu berilgan list item bilan berilgan eng oxiridagi stilni tanlab oladi. Qolgan hammasini inkor qiladi. Bizning ko'zimizga ko'rinadigan eng final natija, eng so'nggi natija eng oxiridagi bo'ladi. Bu positionga yana bitta misol bo'la oladi. Yoki bo'lmasam, bularning barchasiga misol uchun classni class beramiz, xo'p. Va bunga optionni bosamiz va bunga mana bu list item degan nomni beramiz. List item. Xo'p. Endi bu yerga kelamizda, bu faqatgina taglar bilan ishlamaydi. U list item bo'lsa ham xuddi mana shunday ishlaydi. Misol uchun list item colorni beramiz. Colorni bersak, bu yerda endi biz greenni beramiz. Hammasi yashilga o'zgardi. Endi biz buni bunday olamizda.
bu yerga redni beramiz. Hammasi qizilga o'zgardi. Chunki bu tepadan pastga qarab, brauzer o'qiyapti va tepadan pastga qarab mana shu list item klass nomi bilan berilgan barcha dizaynlarni ko'radida, eng oxirgisini tanlab oladi. Ana endi aytishingiz mumkin, nimaga bu yerda tag bilan berilgani, nimaga bu yerda klass nomi bilan berilgandan ko'ra kuchsizroq bo'ldi? Chunki bu ikkinchi turdagi, ya'ni specificitydagi qoidaga ko'ra bo'ysunadi. Xo'p, bularni barini o'chirib tashlaymiz. Endi bu yerda comment section ochamiz va bu yerga biz to'rt xil narsani kiritamiz. Ya'ni birinchisi HTML tag. HTML tag doimo klass nomi bilan berilganlardan ko'ra kuchsiz bo'ladi. Klass nomi bilan berilganlar HTML tag nomi bilan berilgan stillardan ko'ra kuchliroq bo'ladi. HTML tag klass nomidan ko'ra esa attributlar kuchli bo'ladi. Ya'ni attribut nomi bilan berilganlar kuchli bo'ladi. Bundan ham kuchlirog'i ID nomi bilan berilganlar bo'ladi. Men endi bunga misol keltirsam, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, ikkinchisidagi sariq, ikkinchi degan klass nomi berilgan va list item nomi berilgan va bunga attribut ham berilgan. Endi bu yerga kelamiz. Biz HTML tag bilan beramizda, bularni hammasini red qilamiz. Uzr. Colorni beramizda, bunga red, ya'ni qizil beramiz. Bularning hammasi qizil bo'ldi. Bu HTML tag bilan berildi. Lekin HTML tagdan ham kuchliroq zvanyadagi, ya'ni unvonda bo'lgani bu klass nomi edi. Endi biz ikkinchi deganiga kiramizda, ikkinchi deganiga yoki bo'lmasam hammasida bor list itemni bersangiz ham bo'ladi. Uzr. Yoki bo'lmasam ikkinchi. Buni umuman farqi yo'q. O'zingizga qulayini ko'ring. Xo'p, ikkinchi deganiga kiramizda, colorga kiramiz, bunga yellow beramiz. Ko'rib turganingizdek, list item hammasiga o'tdi, lekin undan ko'ra kuchliroq bo'lgan bu yerda klass nomi bilan berilgan edi. Klass nomi bilan berilgan, undan unvoni kuchli bo'lganligi uchun bu qizildagi stilni bekor qildida, bunga sariq stilni berdi. Endi klass nomidan ham kuchliroq bo'lgani attribut. Ya'ni attribut nomi bilan stil berish. Ko'p manbalarda klass nomi bilan attribut nomi bilan berilgan ikkisi teng deydi, lekin bu aslida noto'g'ri. Attribut nomi bilan berilgani odatda kuchliroq bo'ladi. Misol uchun draggable. Ya'ni list itemlarning ichida draggable degani borki, shunaqa attribut qo'yilgani borki, bunga colorni biz blue beramiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu sariq, ya'ni klass nomi bilan berilgandan ham bu attribut nomi bilan berilgan stil kuchliroq bo'lganligi uchun, uni unvoni kuchliroq bo'lganligi uchun buni sariq stilni bu yengib ko'k berildi. Endi bundan ham kuchlirog'i ID bilan berilgani edi. Ya'ni uzr. Xo'p, sariq. Ya'ni bu yerda biz ikkinchi list itemga sariq degan ID nomi bergan edik. Bunga endi colorni blue violet beraylik, blue violet beramiz. Endi ko'rib turganingizdek, bu blue violet, ya'ni ko'k binafsha rang, bu hammasidan ham kuchliroq bo'lib, uni qolgan berilgan stillarni atkaz qildi. Ana endi aytishingiz mumkin, biz doimo mana shunday tartibda, ya'ni ID bilan berilganni eng oxirida qo'yishimiz shartmi? Qolganlarini qo'yib chiqib eng oxirida ID ni qo'yishimiz shartmi? Yo'q. Birdaniga ID ni eng tepaga qo'ysangiz ham bo'laveradi. Lekin bu yerdagi qonunga ko'ra, bu ID bilan berilgani sharsharaning eng tubidagi birinchi qavat, ya'ni eng zvonyasi kuchli joy. Shuning uchun ham bu qolgan zvanya bilan berilganlarni bu atkaz qilib tashlaydi, ya'ni bekor qilib tashlaydi-da, bu o'zini zvonyasini ushlab qoladi. Ana endi aytishingiz mumkin, bundan ham kuchliroq qanday qilib bu yoqda berilganni, bu berilgan stilni bekor qilishimiz mumkin. Endi
bu keyingi type turiga mansub bo'ladi. Ya'ni type turida bunda nima bo'ladi? Bunda yana bitta comment section ochamiz. Buni comment sectionga narsa yozishdan oldin men sizlarga bir narsani eslatmoqchi edim. Esingizda bo'lsa, HTML fayllarga yoki elementlarga uslub berishning, ya'ni style berishning 3 xil uslubi bor. Birinchisi inline, ya'ni qatorning ichida. Ikkinchisi internal, ya'ni mana bu head sectionning ichida bo'ladi, style taglarni ichida bo'ladi, dizayn uslub beriladi. Uchinchisi mana bunday alohida CSS fayl qilinadi. Ana endi bu yerda buni nomi external deyiladi. Mana bu yerda tepada bo'lgandek, bu yerda ham xuddi shunday external style berishimiz internal styledan ko'ra kuchsizroq bo'ladi. Endi internal bo'lsa inline dan ko'ra kuchsizroq bo'ladi. Ularning ichida eng kuchlisi inline bo'ladi. Mana misol uchun aytishimiz mumkin. Xo'p, externalda ikkitani qo'yib yordimmi? Endi bunga misol bilan keltiramiz. Ana endi bu yerda mana bu ID bilan berilgani CSS faylning ichida, ya'ni external faylning ichida bu blue violet berildi. Ana endi buni saqlaymizda, bu yoqqa o'tamiz. Bundan ham kuchliroq bo'lgani style degan tag ochamizda. Endi bu yerda xo'p, sariq degan mana bu ID nomi, bu blue violet berilganda, endi biz bunga color beramizda. Xo'p, red beramiz, ya'ni qizil beramiz. Ko'ryapsizmi? Internal xuddi mana shu ID nomi bilan berilyapti, lekin buning zvaniyasi, buning unvoni mana bu external, tashqaridan keladigan CSS fayldan keladigandan ko'ra unvoni baland bo'lganligi uchun buni yengib qo'yyapti. Ana endi bu yerda undan ham kuchlirog'i bo'lgani bu inline styling, ya'ni esingizda bo'lsa style qilamiz. Bu yerda colorni yellow qilamiz. Ana ko'rib turganingizdek, bu yerda inline stylingda, ya'ni tagning ichiga, tagning o'zining ichida stil, uslub berishda bu yerda bu hammasidan ham ustun bo'lib ketdi. Ya'ni sariq bu ustun bo'lib ketdi. Bu nimani anglatadi? Bu sharsharaning mana bu specificity'dan pastroq bo'lgan, ya'ni muhimroq, bundan ko'ra zvaniyasi baland, suvning pastga qarab oqadigan joyda bundan bitta pastdagi qavat bo'lganligi uchun suv bunga qarab oqadi. Shuning uchun bu yerda berilgan uslublarni bu qabul qiladi va tepadagilarni bekor qilib tashlaydi. Ana endi bundan ham kuchlisi bor, inline dan ham kuchli qilib berilsa bo'ladi. Bu yagona yo'li bor. Bunga important degan muhim bir belgini qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda li qilamizda, qizig'i yo'q. U xoh tag bo'lsin, xoh ID bo'lsin, xoh klass nomi bilan bo'lsin, lekin mana shu important degan belgi qo'yiladigan bo'lsa, bu hammasidan ham eng kuchlisi bo'ladi. Ya'ni bu yerda color qilamizda, buni hammasini, mana bularni hammasini rangini endi biz aquaga o'zgartiramiz va bundan keyin undo belgisini qo'yib important qilamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerdagi hammasi mana aqua rangga o'zgardi. Ya'ni bu mana shu narsa suvning tepadan pastga qarab oqib, eng suv to'planadigan joy, ya'ni suv eng oxir tushadigan qavat, bu eng muhim qavat bo'ladi. Mana shu important bo'ladi. Ya'ni bu important degan belgi qo'yiladigan bo'lsa, bu qolgan hamma beriladigan uslublarni atkaz qiladi, ya'ni bekor qiladi. Ya'ni undan bitta zvaniyasi pastroq bo'lgani bu type bo'ladigan bo'lsa, inline, internal, external bo'lsa, undan ham bitta tepasidagi mana bu HTML tag bilan bo'ladimi, class nomi bilan bo'ladimi, attribute nomi bilan bo'ladimi, ID nomi bilan bo'ladimi, mana shularning unvoni, bularning ichida eng unvoni kichkina HTML tag bo'lsa, eng unvoni kattasi ID. Undan ham misol uchun unvoni pastrog'i tepada bu umumiylashtirib berish, ya'ni positionda eng oxiri beriladiganini brauzer qabul qiladi. Mana shu
CSSdagi, ya'ni Cascading Style Sheet'dagi Cascade Styling degani mana shu narsa. Buni qonun qoidalari mana shundan iborat. Mana alhamdulillah navbatdagi darsimizni ham o'tib oldik. Ana endi sizlar veb-saytlaringizga uslub berayotganingizda, stil berayotganingizda qaysi holatda sizning berayotgan uslubingiz o'tadi-yu, qaysi holatda o'tmay qoladi. Buni qonun qoidalari bilan batafsil tanishib oldingiz. Inshaalloh keyingi darslarda ko'rishguncha barchangizga omonlik tilayman. Xayr, sog' omon bo'ling.